Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Hammamizga inshaalloh bunaqa uylar nasib qilsin. Uyimiz ko'ryapsizlarmi? Hashamatli uyimiz bo'ladi. Hozirgi kunda bu planirovka bo'yicha, arxitektura bo'yicha bir dona bo'lib turgan uyimiz bo'ladi. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temur mahallasida joylashgan uyimiz bo'ladi. Uyimiz bitta ko'rsanglarchi, 6 sotudan iborat. Mana bu yerda yozgi basseynli qilib ketilgan, bemalol cho'miladigan basseynlarimiz bo'ladi. Bu tomonimizni ko'ryapsizlarmi? Bu yerda alohida bu yerda bizada saunalargacha qilib ketilgan saunamiz va turistik hammomlargacha qilib ketgan. Hozir sizlarga to'liq obzorini ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz 4 qavatdan iborat. Общий kvadraturasi 1100-1200 kvadrat bo'ladi. Xo'p, sizlarga endi bitta narsani aytaman. Inshaalloh hammamizga yaxshi niyat qilib qo'ying. Xudo xolasa sizga ham bunaqa uylar nasib qilsin. Kamida shunaqa uylar olish nasib qilsin. Ota-onamiz bilan bunaqa uylarda yashash. Hozirdan bitta like bosib qo'yish kerak. Chunki uyimiz haqiqatda zo'r uyimiz. Chunki haqiqatda maza qilib tomosha qiladigan uyimiz bo'ladi. Nimadir oling, hozir sizlarga birinchi hovlisini ko'rsatib, keyin uy ichiga kirib ketamiz. Yuringlar. Xo'p, aytganimdek, bu yerda bizada saunamiz va turistik hammomimiz joylashtirib ketilgan. Uni tepasida bizada barbekyu zonamiz qilib ketilgan. Bu tomonimizda barbekyu zonaga chiqib ketadigan zonasi va bu tomonimiz oshxona qismi bo'ladi. Oshxona qismidan ham bemalol chiqsanglar bo'ladi. Oshxonamiz ham kichkina qilib qo'yilmagan, kattagina qilib qo'yilgan. Bemalol oshxonadan ham ovqatlanadigan joy qilib qo'yishgan. Ko'ryapsizmi, bu yashil hududlari bo'ladi. Uyimiz ko'rinishi va sizlarga birin-ketin sekin-sekin uyimizga kirib ketsak bo'ladi. Uyimizga ko'rsanglar, bu yerda 3 tomondan kirsanglar bo'ladi. Bu birinchisi bizada ko'cha tarafdan ham kirsanglar bo'ladi va ikkinchisi darvozxonada kirishinglar bilan shunday mana bu xonamiz bo'ladi. Mana eshigimizdan ham uyimizning hol qismiga kirib ketsanglar bo'ladi va bu tomonimizdan ham yana bitta vxod qoldirib ketilgan. Bu tomonimizdan ham kirsanglar bo'ladi va yana oshxona tomonidan ham alohida kirib ketsanglar bo'ladi, ko'ryapsizmi? 3 ta tomonlama, 4 tomonlama bemalol uyimizga kirsanglar bo'ladigan joyimiz bo'ladi. Yuringlar, keyingi xonalarga birin-ketin kirib ketamiz. Kirganinglarda aytganimdek, bu kattagina hol kutib oladi va bu holdan uyimizda podvor qismiga uchib ketadigan va ikkinchi qavatda va tepa 4 qavatgacha chiqib ketadigan uyimiz bo'ladi. Sizlarga bitta ma'lumot aytib ketaman. Mana bu lustrasiga e'tibor beryapsizmi? Bu lustramiz 9 metrdan iborat bo'ladi. Bu eng 4-qavatdan pastgacha tushirilgan lustramiz. Ko'ryapsizlarmi? Haqiqatda neobishniy usulda qurilib ketilgan uyimiz. Yuringlar, keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Aytganimdek, bu ko'cha tomonidan bemalol kiradigan uyimiz bo'ladi va bu tomonimizda ko'chadan shunday kirsanglar, mehmonlarni aynan shu yerdan kirgizsanglar, bemalol bular to'g'ridan-to'g'ri zal qismiga ulanib ketilgan. Ko'rsanglar, zal qismidan ham bu oynamiz ko'cha tomonga qarab turadi. Panoramli oynalar ko'ryapsizmi? Bilan boshqacha qilib qo'yilgan. Bu tomonimiz endi bizani ota-onalar uchun yotoqxona qilib qo'yilgan. Ota-onalar uchun alohida yotoqxonasi hisoblanadi. Bu o'zini bu yerda sanuzil qismi qilib ketgan. Kerakli sizlarga bitta sanuzilni ko'rsatib beraman. Ko'ryapsizmi? Boshqachilab qo'yilgan. Bitta like bosib qo'ying, haqiqatda uyimiz zo'r, like arziydigan uyimiz bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Va bu tomonimiz yana bitta garderob qismi bo'ladi. Birinchi qavatda endi общий bitta garderob qismi qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tomonimiz endi bizani aytganimdek oshxona qismimiz bo'ladi. Oshxona qismi. Hamma texnikalari bu yerda nima bor ekan? Bo'sh bu. Bo'sh texnikalaridan ishlatib ketilgan, ko'rsanglar. Bu oshxona qismi va bu tomonimizda aytganimdek bu ko'cha tomonga chiqib ketadigan zonasi. Bu yerda bemalol choy ichib o'tirsanglar degan zona qilingan. Bemalol panoramli oyna yorug' bo'lib turibdi. Ko'ryapsizmi? Haqiqatda boshqachalab qo'yilgan. Bu birinchi qavatimiz bo'ladi. Endi sizlarga ikkinchi qavatini ko'rsatamiz. Uyimiz ikkinchi qavati bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishini ko'ryapsiz. Zinalariga e'tibor bersanglar, haqiqatda boshqacha qilib ketilgan lustrasi va keyingi xonalarga endi birin-ketin kirib ketamiz. To'g'ridagi bu xonadan boshlaymiz. Bu ko'ryapsiz, detskiy spalnya qilib ketilgan. Ayol farzandinglar bo'lsa, shu yerga joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Lustrlariga e'tibor beryapsizmi? Neobishniy planirovkalardan biri bo'ladi. Ranglarni ham bilan boshqacha qilib qo'yishgan. Bu tomonimiz yana bitta spalnya ham qilib ketilgan. Xohlasanglar katta farzandinglar qo'yib qo'ysanglar bo'ladi bu spalyaga yoki qanaqadir ofisni qilib ishlatsanglar ham bo'ladigan joy. Ko'ryapsizmi? Nima buni ko'rsangchi, sanuzilini. Bu uyimizning общий ikkinchi qavat uchun общий sanuzili bo'ladi. Panoramli oynalarda, ko'cha tomonga qaratilgan oynalarda bemalol ishingizni bajarib o'tiraman. Hazil. Ayni bitta hazillashib qo'ydik sizlar bilan.
keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Bu uyim xonamiz endi ota-onalar uchun yotoqxonasi hisoblanadi. O'zini bu yerda garderob qismi va o'zini bu yerda sanuzullargacha qilib ketilgan. Shkoflarni ko'ryapsizmi? Bu o'zini bu yerda sanuzul qismi. Ko'ryapsiz, sanuzul qismida ham boshqacha qilib ketilgan. Smestitellariga e'tibor bersangiz, chorniy degan atamalar shu yerga yarashadi. Yuringlar, keyingi xonalariga o'tib ketamiz. Bu xonamiz yana bitta radiska Ispaniyasi yoki katta farzandinglar uchun alohida Ispaniya qilib qo'yilgan. Buni ham o'zida, chunki buni ham o'zida bu yerda sanuzul qismi qoldirib ketilgan. Ko'ryapsizlar, uyimiz juda ham katta, bahaybat va bemalol foydalanadigan bo'ladi. Bu yerda endi o'g'il farzandinglar uchun xona qilib qo'yilgan. Bu yerda buni ham o'zini bu yerda sanuzul qismi va o'zini bu yerda balkoni bor. Ko'rsanglar, bu balkondan bemalol hovlimizga chiqsanglar bo'ladi. Hovlimizga bemalol vid yaratib berilgan, ko'rdingizmi? Haqiqatda boshqacha qilib qo'yishgan. Uyimiz ko'rdinglar, ikkinchi qavatini o'zida bu yerda bizda birinchi, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita xona qilib ketilgan. Tepa ikkinchi qavatda o'zida 6 ta xonadan iborat. Bizda pastda yana bitta kichkina birinchi qavatimizda xona bor. Endi biz 3-qavatga mansardniy zonaga chiqib ketamiz. Mana mansardniy zonasi ham katta qilib qo'yilgan. Ko'rsanglar, mansardniy zonasini ham katta qilib prostranstvo qilib qo'yilgan. O'zini bu yerda u alohida xonalargacha tashib ketilgan sanuzul qismi. Ko'ryapsiz? Juda ham katta prostranstvo va xuddi shunaqa bizda podvol qismimiz ham bor. Uyimiz 4 qavatdan iborat. Ko'rdinglar, o'zingizlarning ko'zinglar bilan uyimiz juda ham katta qilib qo'yilgan. Endi inshaalloh hammamizga nasib qilsin, aytganimdek boshida ko'rdinglar, hansirab qoldim. Narxiga keladigan bo'lsa, oldingi narxi $1,600,000 deb aytilyapti. Hozir $1,350,000 narxi tushirildi va hozirda siz xarid qilsangiz bo'ladi. Bemalol pastda telefon nomerini qoldirganman. Aloqaga chiqib, o'zingizlarning ko'zinglar